Assalomu alaykum qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. TRT va Anadolu axborot agentliklarining 25-mart kungi xabarlariga tayanadigan bo'lsak, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan NATOning shtab-kvartirasidagi press konferensiyada Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi qurolli nizoni nega bunchalik cho'zilib borayotganiga to'liq va o'zgarmas qilib izoh bergan. Recep Tayyip Erdoganning aytgan gaplariga ko'ra, Ukraina tomon Rossiya qo'ygan shartlarga rozi bo'lgan, biroq hammasiga emas. Endi Ukraina tomonining Rossiyani qaysi shartlariga rozilik bildirgani va qaysi shartlari haqida umuman gap so'z bo'lmasligi to'g'risidagi Recep Tayyip Erdoganning fikrlariga yuzlanamiz. Erdoganning alohida urg'u berishicha, Ukraina Putin tomonidan qo'yilgan qurolsizlanish, NATOga kirishdan bosh tortish va rus tilini Ukrainada ilgarigi maqomini qaytarish bilan bog'liq shartlariga to'liq rozi bo'lgan. Biroq Putinni stol urib aytgan ikkita shartiga Ukraina otib tashlasa ham rozilik bildirmasligini ma'lum qilgan. Endi o'sha Zelenskiy va Ukraina hukumatı og'iz ochilmasin degan shartlarga to'xtalamiz. Ukraina hukumatı Rossiyani Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olish u yoqda tursin, hatto Krim anneksiyasini ham, aniqrog'i Krimni Rossiya tarkibidagi hududga aylanganini ham umuman tan olmaydi va Putinning bu shartlariga hech qachon rozi bo'lmaydi. Shu urushni imkon boricha zudlik bilan o'z yakuniga yetib, jahonning barcha izidan chiqib ketgan poyezdlarini o'z relsiga qaytishiga ulkan umidlar bog'lab, roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.